bo'ldi. Kimdir mashinali bo'lib oldi. Har doim yo'q narxli bo'ladi. Bitta sizlarga hozir best ko'rsatamiz. Ekiplar ishlari bor. Mana o'zingiz uchun ko'rasizlar, bilasizlar. Kelib tekshirasizlar. Lekin puliga dota. 2010-yil ishlab chiqarilgan super best konser Matizimiz. Ajibga 70 ortiqli ham ko'taradi bu mashinaga. Ko'ringlar. Yomon emas. Puliga yaxshi. 522.431 ekan. Eng qizig'ichi konseri ham bor ekan. Matfurlar shart turibdi. Radarlarga tushmasligi uchun radarlari ham bor ekan. Gazni tushunadi. Oyvo. Katta bo'lib turibdi. Holatlarimiz yomon emas. Aka, buni gazini icha olmaysizmi? Turadi. Mana bittani tegini qarab olsanglar. Ko'ringlar mana. Qanday bor shuni ko'rsatamiz. Narxiga zo'r. Buni aytib yuribsizlar, bitta qilyapsizlar. Shoxi ham chiqib ketmas ekan. O'zinikiga ham shox. Baloni ham masla ekan, nima ekan? Alseason. Masla balon ekan. Nima deysizlar? Kanalimizda bu bestimizni nechta deb o'ylayapsizlar? Kimlarga pulda bu? Uni aytasizlar, buni aytasizlar. Kecha kommentarlarni o'qidim. Baklash tashlanganmi bu? Baklash tashlanganmi? Qanaqadir gaplar. Qiynalgan oilalarga bu ham pul. Kimdir velosiped olib keladi, kimdir mototsikl olib keladi, kimdir mashina olib keladi. Sekin-sekinlik bilan chiqariladi hammasi. 10-yil ishlab chiqarilgan Matiz Best super konser mashinamizni 1590 qilib narxladi. Gazlarni hech olmasa ekanlar.